Алтынның алдыда yağışның қымметі yo'q. Lekin suvi tushib ketib qolganda bo'lsa, алтынны qo'yib etib, yağışni chang tutib olamiz. Demak, boyliqdimi muhim bir narsa xotirjamlik. Qanchalik yashaydiganini bilmaydigan bu hayotda aybimizni emas, mehrimizni ko'rsataylik. Namratdan emas, nomarddan yiroq turing. Hayotlik va o'lim mutlaq, normal bo'ladigan ish. Ammo hayotdek turib, o'likdek yashash hayotga qilingan bir haqoratdir. Kulib yuradigan odamning qayg'usi yo'q demsiz? Yo'q. Uningmi sizni yig'latqudek nurg'un qayg'ulari bor. Bu dunyoda hamma odam hojatmand. Shunga qo'ldan kelsa yaxshilik qilib yashag'oliq. Bir kunlari shu qilganlaringiz sizga aslab qaytadi. Odamning sharoiti cho'qim o'zgarib turadi. Lekin shu sharoitdimi fazlati o'zgarmagan odamni tepilg'usiz ulug' odam deyishga bo'ladi. O'zida yaxshilik qilish odati yo'q odamda boshqalarning yaxshiligini his qilgudek saviya ong bo'lmaydi. Shunga har vaqt qo'lingizdan kelsa, boshqalarga minnatsiz holda yordam qilishni, yaxshilik qilishni odatga aylantiring. Hammamizga go'zal tilaklar, cheksiz yaxshiliklar yor bo'lsin.